Men söz ve sözmellerden bezar buldum. Söz ve sözmeller meni çarçıtıp halimni koymadı. Sözler ve sözmeller meni aqlidan azdırdı. Men ettigini uyg'unibla sözlerning karotim qishiga qo'yilgan giz jurnallarda o'ltirib elib, menga hiylagarlik, dushmanlik to'lgan nazar bilan tikilib turganligini ko'raman. Men o'rnimdan turib, ko'rgan tushlarimning ta'siridan qutulish uchun deriz tuviga kelib, kofe ichib o'tiraman. Sözler soyamda ayishib yuradi. Udulumda uslu oynab, qash ko'zlarini o'yintib, cho'qirishidi. Kofeni olay deb qo'l so'zsam, so'zlarning qo'li tangli so'zildi. Ondan so'zlar bilan birga kofe ichidi. Men sigarni olsam, so'zlarni oladi. Men qo'ysam, ularni qo'ydi. Men ishlay deb o'rnimdan tursam, so'zlarni tangli o'rindan turdi. Quloqlarimga pichirlab, atrofimda vichirlab, beshimni og'ritib, mengimni qo'chib etdi. Har qancha qo'g'lisam ketmay, yejib varqiraydi, jarqiraydi. Ko'chaga chiqsam, so'zlarning har bir turgan oldida turganligini, har bir uylarning tomlariga chaplanganligini ko'raman. So'zlarning jimg'urlarning yuzlarida turganligini, ular nima qilsa shu holatda bo'layotganligini ko'raman. Agar men do'stim bilan o'tirsam, uchinchi kishi jazman so'z bo'ladi. Agar men dushmanim bilan uchrashsam, so'z ko'payib, uzrab ketadi. Beshi sharqda, oyg'i g'arbda yuradigan hayvatlik qo'shinga aylanadi. Agar men uningdan qutulay deb yiroq safar qilsam, so'zlarning aks sadosi meni qo'g'lab, orom bermaydi. Xuddi oshqozonning hazm qilish kuchi yetmagan tomoqdek mening ichimda, tenimda tamtirab yuradi. Men sotlarga, institutlarga va maktablarga borsam, so'z va uning ukalarining aldamchilikqa to'n, ilmi kirgan niqob, jumlalarga oyoq kiydirib qo'yganligini ko'raman. Men so'zlarning onalarining, hammalarining, mo'minlarning o'tirsida qilin qalpoqlari orasidagi tilni meldiriltib turganligini, ularning so'zlariga qarab hamda menga qarab kulayotganligini ko'raman. Men ibodatxona, cherkovlarga borsam, so'zlarning ajoyib moyirlik bilan yasalgan isil tojini taqib, taxtda o'tirganligini ko'raman. Kashqurunda uyga qaytib kelsam, kunduzi anglab zerikkan so'zlarning xuddi yilondek to'g'risidan sangilab turganligini, xuddi choyondek taraf-tarafdan ko'payayotganligini ko'raman. Hamma yerda so'z. Yer va yer ostidami? Havo va dengiz to'lqinlaridami? O'rmonlar, janggohlar, g'orlar, tog' cho'qqilardami so'z? Hamma joyda so'z. Jimjitlikni, tinchlikni xohlaydigan qayerga borar? Bu dunyoda meni g'ajlar qatoriga qo'shib qo'ydigan odam bormidi? Nima uchun Xudoning menga rahmi kelmaydi? Meni jannatda umrlik tinch yashash uchun paq qilib qo'ysa bo'lmasmidi? Dunyoda haqlar til chaynashmaydigan, so't setiq bo'lmaydigan joy yo'qmidi? Allah, mushu jahondagi odamlar ichida o'zini so'zman deb faxrlanmaydigan biror odami bormidi? Odamlar ichida so'zlarimni o'g'irlab kesib mayli edi deydigan odami bormidi? Agar so'zmanlar birli qilib bo'lsa edi, mayli edi. To'limi afsuski, so'zmanlarning turi ko'p. Paq qiyofatli so'zmanlar. U kunduzi sazliqda yashaydi. Kun o'ltirishi bilan qirg'oqqa yaqin kelib, beshni suvdan chiqarib,
tong otquchga ko'rkirab odamni bezor qiladi. Posh qiyofatli so'zmanlar. Bularmi sozliqda paydo bo'ladi. Odamning quluqidan neri ketmay, odamning jiniq tegadigan. Yiqimsiz inchik tovush bilan gijildab, odamni jondan joq to'yg'izadi. Uning gijildashlarining orqasi bearomlik. O'zi zerkish. Çekildirg'uch qiyofatli so'zmanlar. Bular g'alati bo'lib, har biri qo'rsqida o'zi cho'tni so'qidi. Ularning har birining qo'rsqida zamcha va spirit bilan oylanadigan tosh bor. Uningdan chiqqan ovoz xuddi do'zaxdan chiqqan ovozga o'xshaydi. Eng yengil ovozmi çekildirg'uchning ovozidan qattiq. Kalı qiyofatli so'zmanlar. Bular o't cho'pni to'yg'udek yeb, ko'cha do'qmishlarga chiqadi-da, uzildirmay mo'raydi. Ularning mo'rashlari suv kalalarining eng qo'pol mo'rashlaridan yomondir. O'qish qiyofatli so'zmanlar. Ular mutlaq ko'p vaqtni turmushning qabrlari orasida o'tkazadi. Tün keçisidagi jimjitlikni bozib o'laydi. Uning eng xo'shal ovozimi o'qishning sayrishidan satdir. Har qiyofatli so'zmanlar. Ularning ko'zi turmushdagi yog'och materiallarga tushadi. Kun bo'yi turmushni parchalaydi. Chiqargan ovozning eng huzurliqlarimi yog' tilgandek har ovozdan nachardir. Dumboq qiyofatli so'zmanlar. Ular o'zlarining qo'saqlarga yo'g'on kaltak to'qmoqlar bilan urib, og'izdan dumboq ovozdan qo'pol ovoz chiqaradi. Bekor talab so'zmanlar. Ularning qildigan ish-kuch yo'q. Nerede bo'sh o'rin bo'lsa, shu yerda o'tirib elib, parang so'qdi. Nima deganini hech kim bilmaydi. Bema'ni so'zmanlar. Ular kishilarni tepishmoq-tepishqa soladi. O'zimi topadi. Hamda yumor deb elib yordam so'raydi. Halbuki yumor jiddiy narsa. Ammo ular bilmaydi. To'qish sinonuqlari qiyofatli so'zmanlar. Ular shamoldan foydalanib raxtga qo'ydi. Ammo ularning o'zi ishtonsiz. Qo'ng'iroq qiyofatli so'zmanlar. Ular kishilarni ibodatxonaga kirishga undaydi. Lekin o'zlari u yerga kirmaydi. Demak, hamma ishni mo'lla biladi, mo'lla turib ko'lga siydi. Qarg'uchi qiyofatli so'zmanlar. Bundaq so'zmanlar to'g'riliq shoir uchar ushmayla o'zini lochin sanar deb yozgan. So'zmanlarning turi ko'p. Ularni sanabmi tugatgili bo'lmaydi. Kishini bekerak hayron va has qildigini uyquchan so'zmanlar. Ularning xo'rigini butun olam anglaydi. Ammo o'zlari uqmaydi. Men so'zlar va so'zmanlardan bizarligimni bildirdim. Xuddi kesel doktor yoki gunohkordek so'zlarga azor berdi. Söz orqali so'zni nobud qildi. Menimcha so'zmanlar talaysiz. Men shularning biri. Alloh meni söz va so'zmanlar yo'q fikr, hissiyot, haqiqat o'rmonligiga yetkazishdan avval gunohimni kechirgay. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anlatilgan Livan yozuvchisi Jibran Xelil Jibranning Söz va so'zmanlar nomli nasri mush yerda oxirlashdi. Yoqtirib anglag'aninglarga rahmat.